Bugun 14-oktyabr Butunjahon standartlar kuni. Sana munosabati bilan poytaxtimizda O'zbekiston texnik jihatdan tartibga solish agentligi huzuridagi O'zbekiston standartlar instituti tomonidan standartlashtirish, metrologiya va muvofiqlikni baholash sohalaridagi innovatsion g'oyalar va ishlanmalar ko'rgazmasi tashkil qilindi. Ko'rgazmaning ahamiyatli jihati standartlashtirish sohasidagi yangiliklarni rag'batlantirish, yuqori yutuqlarni qo'lga kiritgan soha vakillarini qo'llab-quvvatlash. Qolaversa, tadbirkorlar va texnik jihatdan tartibga solish agentligi o'rtasidagi aloqalarni kengaytirish, ularni sifat jihatdan yuqori, eksportbop mahsulotlar yaratishiga ko'maklashishdir. Cho'yanlarni fizik mexanik xossalarini buzmasdan nazorat qilish qurilmasini yaratganmiz. Bugungi kunda mana shu mahsulotning sifatiga putur yetkazdirmasdan bu ishlarni amalga oshirmoqdamiz. Hamda bu namunalarimizni tekshirganimizdagi aniqligi 99% ni tashkil qiladi. Biz statsionar emas, ko'chaga olib chiqib ham bemalol relslarni yoki bo'lmasa mana shu kontakt tarmog'ini simlarini, bronzalarni, hamma metal va qotishmalarni bunda sinashimiz mumkin. Mana shu mini tverdomerimiz Brenner, Vickers, Rockwell hamda cho'zilishdagi mustahkamlik chegarasini ko'rsatadigan butun dunyoda eng kichkina tverdomer hisoblanadi. Buni ham o'tgan yili prezidentimizni 20-iyunda bo'lib o'tgan video selektorda berilgan topshiriqlari yuzasidan bu mana shu ishlanmani ham bajarganmiz. Bunda eng asosiysi po'lat va cho'yanlarni qattiqlik darajasini o'lchashdan iborat hisoblanadi. Bugungi kunda agentlik va O'zbekiston standartlash instituti xalqaro tashkilotlar bilan aloqalarni kengaytirib, Jahon savdo tashkiloti talablariga mos standartlarni yuzaga keltirish uchun bir qancha ishlarni amalga oshirmoqda. Shunga mos tarzda O'zbekiston standartlash to'g'risidagi qonuni ham xalqaro talablar asosida takomillashtirib borilyapti. Bugungi kunda milliy standartlar fondini xalqaro talablar bilan uyg'unlash darajasi 40% ga yetkazildi. Qariyb 35 ta standartlashtirish bo'yicha texnik qo'mitalar tashkil etildi. Yil yakuniga qadar ushbu ko'rsatkichlarni xalqaro standartlar bilan uyg'unlashtirish ko'rsatkichini 45% ga yetkazishni o'zimizga pirovard maqsad etib belgilab olganmiz. Ko'rgazma doirasida xalqaro standartlash kuni munosabati bilan o'ziga xos yutuqlarga erishgan soha vakillari rag'batlantirildi. Ya'ni yil standartchisi 2025 hamda sifat sohasidagi mukofot, milliy mukofoti sovrindorlari sertifikat va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. Shuningdek, tashrif buyurgan mehmonlar tadbirning asosiy qismi bo'lgan standartlashtirish, metrologiya va muvofiqlikni baholash sohasidagi innovatsion loyihalar va yechimlar hamda ko'rgazma eksponatlari bilan tanishdilar.